Kunlarning birida bir kishi o'zining to'tiqushiga la ilaha illallohni o'rgatibdi. To'tiqushi har doim la ilaha illallohni takrorlar ekan. Kunlarning birida to'tiqushning egasi to'tiqushiga donini berib, qafasini eshigini yopish esdan chiqibdi. Va bir qarasa, qafasning ichiga mushuk kirib olib, to'tiqushini bo'g'izlab yemoqchi bo'layotgan ekan. To'tiqushi qichqirib jon beribdi. Bu holatni bilgan, bu holatni ko'rgan ana shu kishini qo'shnilari aytibdiki, "Namuncha yig'laysiz? Namuncha g'am chekasiz? Bitta to'tiqush ekan. O'ldi, ketdi, bo'ldi, yig'lamang" deyshibdi. Boshqa to'tiqushga o'rgatib olasiz debdi. O to'tiqushning egasi aytibdiki, "Men to'tiqush o'lganiga yig'lamayapman" debdi. U kimni ko'rsa la ilaha illalloh derdi debdi. Ya'ni to'tiqushi kimni ko'rsa la ilaha illalloh derkan. Lekin jon berar chog'ida, jon berayotganida o'zini odatiy holda bo'lgan qichqirig'ini qichqirib jon berdi dedi. Biz ham bu dunyoda la ilaha illallohni bilib turib, lekin jon taslim qilayotganimizda mana shu kalimani ayta olmasdan o'lib ketarmikin biz deb o'ylab, shuning uchun yig'layapman dedi. Subhanalloh. Ya'ni insonlar hayoti davomida la ilaha illalloh deb, men musulmonman deb yurar. Kalimani aytsa la ilaha illallohdir, lekin la ilaha illalloh bilan yashamasa, la ilaha illallohni o'zini hayotiga kirgizmasa, biz bilaylikki, oxirida, ya'ni jonimiz chiqar paytda la ilaha illalloh kalimasi tilimizga keladimi yoki da kelmaydimi? Mana shu narsani har doim inson o'z fikrida ushlashligi kerak ekan. Avvalambor bu o'zimga eslatma va sizlarga eslatma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.